bolalarimizni temperaturasi chiqqan payti onajonlarimizni qiladigan 3 ta xatosi. Bular orasida 3-xato eng qo'pol va xavfli xato hisoblanadi. Birinchisi, bolalarimizni temperaturasi chiqqan paytida bola tanasini spirt bilan artish. Spirt bilan artish umuman mumkin emas. Bola terisi nozik hisoblanadi. Spirtda bola terisi jarohatlanishi mumkin. Ikkinchidan, bolani temperaturasi chiqib turgan paytida onajonlarimiz bolani qalin kiyintiradi va yopiq xonaga olib kiradilar. Bu bola organizmida yallig'lanish jarayonini kuchaytirib berishi mumkin. Uchinchisi, onajonlarimiz qiladigan eng xavfli xato hisoblanadi. Bu paraistamol shamchalaridan, paraistamolni siroplaridan, ibuprofen siroplaridan bir vaqtni o'zida foydalanish. Bu eng qo'pol xato hisoblanadi. Temperatura tushiruvchi vositalarni hammasidan bir xil paytda foydalangan payti bolajonlarimizni temperaturasi tushib ketishi mumkin, buyraklari jarohatlanishi mumkin va davleniyasini tushirib berishlari mumkin. Agarda bolajonlarimizda isitma chiqib turgan bo'lsa, birinchilardan bola tanasini